Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi, kam to'langan pullarni qaytarish. Qayta hisob-kitob va ko'pchilikni chalg'itayotgan pensiya oshdi degan gaplarning asl mohiyati. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga va pensiyaga chiqishga yaqin turgan fuqarolarga tegishli. Men darhol aytaman, agar sizning pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, ayrim holatlarda o'rta qolgan farq pulni qaytarib olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin hamma ham avtomatik pul oladi, hammaga bir xil miqdorda qaytariladi degan gap noto'g'ri. Aynan shu joyda odamlar aldanmoqda. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bu mavzuda bilimsizlik ko'p odamni o'z pulidan mahrum qilib qo'yadi. Men ko'p pensionerlar bilan gaplashganimda bir xil savolni eshitaman. Pensiya indeksatsiya qilindi deyishdi. Lekin qo'limga tegadigan pul deyarli o'zgarmadi. Bu qanday bo'ldi? Yana kimdir aytadi. Qo'shnimga qo'shimcha pul tushibdi, menga tushmadi. Nega? Yana bir inson esa menga oldingi yillar uchun farq pulini qaytarishlari kerak ekan, lekin hech kim aytmagan deydi. Avval pensiya hisoblash tartibi ko'pchilik uchun yanada tushunarsiz edi. Odamlar mehnat staji, ish haqi, arxiv ma'lumotlari, imtiyozli davrlar, bola parvarishi, harbiy xizmat, zararli ish sharoiti, nogironlik guruhi kabi omillar qanday ta'sir qilishini yaxshi bilmas edi. Hujjatlarni topshirgan, pensiya tayinlangan, shu bilan ish tugagan deb o'ylagan. Aslida esa pensiya tayinlangandan keyin ham xatoliklar bo'lishi mumkin. Staj to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ish haqi noto'g'ri olingan bo'lishi mumkin. Arxivdan ma'lumot kech kelgan bo'lishi mumkin yoki indeksatsiya noto'g'ri qo'llangan bo'lishi mumkin. Hozir esa vaziyat biroz o'zgardi. Elektron bazalar kengaymoqda, idoralararo ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda, ayrim ma'lumotlar avtomatik tekshirilmoqda. Shu sababli oldin ko'rinmagan xatolar endi yuzaga chiqyapti. Mana shu joyda pensionerlarga pul qaytarilmoqda degan gap paydo bo'ladi. Lekin men sizga aniq tushuntiraman. Pul qaytarilishi uchun asos bo'lishi kerak. Asos bo'lmasa, faqat hamma olayapti ekan deb bo'rish foyda bermaydi. Pensiya indeksatsiyasi deganda odatda pensiya miqdorini ma'lum foizga oshirish tushuniladi. Masalan, davlat tomonidan pensiyalar 10% ga oshirildi deyilsa, ko'pchilik o'zining avvalgi pensiyasiga 10% qo'shib, shuncha pul olaman deb kutadi. Lekin amaliyotda har doim ham bu juda oddiy ko'rinishda bo'lmaydi. Sababi pensiya tarkibida bir nechta qism bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya, ustamalar, kompensatsiyalar, qo'shimcha to'lovlar, ayrim ijtimoiy nafaqalar, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolishlar, aliment yoki ijro hujjatlari bo'yicha chegirmalar. Ba'zi oshirishlar faqat pensiyaning bazaviy qismiga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zilari esa umumiy to'lovga aks etadi. Shuning uchun odam 10% oshsa, nega 10% ko'paymadi deb hayron bo'ladi. Masalan, bir otaxon 1200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsin. U 10% indeksatsiya bo'lsa, pensiyam 23-20 ming so'm bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin uning pensiyasi ichida ayrim ustamalar bor, ayrim qismi indeksatsiyaga kirmaydi yoki ijro hujjati bo'yicha 100 million so'm ushlab qolinadi. Natijada qo'liga tegadigan pul 1200 ming so'm bo'lishi mumkin. Odam meni aldashdi deb o'ylaydi. Aslida esa masala hisob-kitobning tuzilishida. Lekin boshqa holat ham bor. Haqiqatan ham ayrim fuqarolarning pensiyasi noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Misol uchun, ayol kishi 30 yil ishlagan, lekin hujjatda 26 yil staj kiritilgan. Yoki erkak kishi zavodda zararli sharoitda ishlagan, ammo bu davr oddiy staj sifatida o'tgan. Yoki arxivdan yuqori ish haqi to'g'risidagi ma'lumot olinmagan. Natijada pensiya pastroq hisoblangan. Mana shunday holatlarda qayta hisob-kitob talab qilish mumkin. Birinchi toifa pensiyaga chiqishda ish joylaridan hamma hujjatni to'liq topshira olmaganlar. Masalan, korxona yopilgan, arxiv topilmagan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin maosh haqida ma'lumot bo'lmagan. Bunday holatda pensiya minimal yoki pastroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Keyinchalik arxiv topilsa yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar aniqlansa, qayta hisoblashga asos paydo bo'ladi. Ikkinchi toifa, Sovet davrida yoki mustaqillikning dastlabki yillarida ishlab, hujjatlari arxivda qolganlar. Ayniqsa zavod, kolxoz, sovxoz, qurilish tashkiloti, temir yo'l, energetika, tibbiyot, ta'lim, paxta tozalash, konchilik kabi sohalarda ishlaganlar o'z stajini tekshirtirishi kerak. Chunki o'sha yillarda hujjatlar qo'lda yuritilgan, xatolar ko'p uchragan. Uchinchi toifa,
zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar. Masalan, shaxtada, kimyo korxonasida, yuqori haroratli sexda rentgen bilan ishlaydigan tibbiy xodim sifatida. Og'ir texnika haydovchisi sifatida ishlagan bo'lishi mumkin. Bunday ishlar ayrim hollarda imtiyozli stajga ta'sir qiladi. Agar bu davr notori kiritilgan bo'lsa, pensiya miqdori ham, pensiya chiqish huquqi ham boshqacha bo'lishi mumkin. 4-toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironlik guruhi o'zgargan, mehnat faoliyati davom etgan, staj qo'shilgan, lekin pensiya qayta ko'rilmagan holatlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi va pensiya hujjatlari o'rtasida tafovut bo'lsa, bu ham tekshirilishi kerak. 5-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Masalan, marhumning ish staji yoki ish haqi to'liq olinmagan bo'lsa, oilaga tayinlangan pensiya past bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bunday pensiyani qayta tekshirtirish mumkinligini bilmaydi. Birinchi misol. Nafsa opa 1990 yildan 2020 yilgacha turli tashkilotlarda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda 27 yil staj qabul qilingan. Keyin ma'lum bo'lishicha 1932-1935 yillardagi 3 yil staj arxiv ma'lumoti yo'qligi sababli kiritilmagan. Nafisa opa arxivdan ma'lumot oldi va pensiya jamg'armasiga ariza berdi. Agar bu 3 yil staj pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, unga pensiya qayta hisoblanadi. Agar oldin 1 million 500 million so'm olgan bo'lsa, qayta hisobdan keyin 1 million 600 million so'm bo'lishi mumkin. Farq 1 million so'm. Endi savol, bu farq qaysi kundan to'lanadi? Bu juda muhim. Odatda qayta hisoblashga asos bo'lgan hujjat taqdim etilgan sana qonuniy talab muddati va holatga qarab farq hisoblanadi. Shuning uchun 10 yil uchun hammasini berishadi deyish har doim ham to'g'ri emas. Ikkinchi misol. Karim aka pensiyaga chiqishda o'rtacha ish haqi past ko'rsatkich bilan olingan. Chunki u ishlagan korxona yopilgan, ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan. Keyin farzandi arxivdan 1987-1990 yillardagi ish haqi ma'lumotlarini topdi. Ma'lum bo'ldiki, Karim akaning maoshi o'sha davrda ancha yuqori bo'lgan. Agar yangi ma'lumot pensiya hisobiga foydali bo'lsa, pensiya oshishi mumkin. Lekin agar yangi ma'lumot amaldagi hisobdan past chiqsa, uni qo'llash pensionerga zarar bo'lishi mumkin. Shu sababli men har doim aytaman, hujjat topildi degani pensiya albatta oshadi degani emas. Avval mutaxassisga hisoblatish kerak. 3-misol. Dilshod aka 2 million so'm pensiya olayotgan edi. Pensiya indeksatsiya qilindi. U 200 million so'm qo'shiladi deb kutdi. Lekin uning hisobida bank krediti yoki ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bor. Pensiya qog'ozda 2 million so'mga oshgan. Lekin qo'liga 2 million so'm tushgan. U oshmadi deb o'ylaydi. Aslida oshgan, lekin ushlab qolish sabab qo'lga tegadigan summa kam ko'ringan. Shuning uchun pensioner faqat kartaga tushgan pulga qarab xulosa qilmasligi kerak. Pensiya hisob varag'i bo'yicha rasmiy ma'lumotni olish kerak. 4-misol. Mohira opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Turmush o'rtog'i ko'p yil ishlagan, lekin stajning bir qismi hisobga olinmagan. Mohira opa bu erimning pensiyasi emas, menga tegishli emas deb o'ylagan. Aslida boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi marhumning staji va ish haqi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Demak, marhumning hujjatlari to'liq bo'lmasa, oila kamroq pul olib kelayotgan bo'lishi ehtimoli bor. Men odamlarga vahima qilishni maslahat bermayman. Hamma pensioner ertaga pensiya jamg'armasiga yugurish shart emas. Agar siz pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz elektron bazada to'liq bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi davrlar to'liq kiritilganini ko'rgan bo'lsangiz, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri olingan bo'lsa, indeksatsiyadan keyingi hisob kitobni olgan bo'lsangiz, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Shuningdek, agar siz faqat qo'shnimga pul tushibdi degan gap asosida murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, avval o'z holatingizni aniqlang. Qo'shningizda arxivdan yangi hujjat chiqqan bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lishi mumkin. Oldingi xatolik tuzatilgan bo'lishi mumkin. Yoki unga bir martalik kompensatsiya kelgan bo'lishi mumkin. Har bir pensiya ishi alohida. Eng katta nozik masala shuki, pensiya indeksatsiyasi bilan pensiyani qayta hisoblash bir xil narsa emas. Indeksatsiya umumiy oshirish bo'lsa, qayta hisoblash shaxsiy hujjatlaringiz asosida amalga oshadi. Masalan, davlat pensiyalarini 12% ga oshirsa, bu indeksatsiya. Lekin siz 5 yil staj qo'shtirib, pensiya miqdorini o'zgartirsangiz, bu qayta hisoblash. Ikkisini aralashtirib yuborsangiz, sizga berilgan javobni ham tushunmaysiz. Ikkinchi nozik masala,
har qanday staj pensiyani oshirmasligi mumkin. Odam 2 yil staj topdim, demak pensiyam oshadi deb o'ylaydi. Lekin pensiya formulasi minimal miqdor, bazaviy ko'rsatkichlar, ortiqcha staj uchun qo'shimcha foizlar, ish haqi koeffitsiyenti kabi omillar bor. Ba'zan 2 yil staj hech qanday sezilarli o'zgarish bermaydi. Ba'zan esa katta farq qiladi. Ayniqsa pensiya minimal chegarada tayinlangan bo'lsa, qo'shimcha stajning ta'siri boshqacha bo'lishi mumkin. Ish haqi ma'lumotnomasi. Ba'zi odamlar men eng katta maosh olgan yillarimni topdim deydi. Lekin pensiya hisobida qaysi davr olinishi, qanday tartibda tasdiqlanishi, qaysi ma'lumotlar qabul qilinishi muhim. Oddiy yozilgan qog'oz, sobiq rahbarning og'zaki gapi, hamkasbning tasdig'i yetarli bo'lmasligi mumkin. Rasmiy arxiv ma'lumoti, buyruqlar, hisob-kitob bedomoslari, shaxsiy kartochkalar kabi hujjatlar kerak bo'ladi. 4-nozik masala. Qaytariladigan pulning muddati. Ko'pchilik IB yil kam to'langan bo'lsa, IB yilning hammasini qaytarishsin deydi. Hissiy tomondan bu tushunarli, lekin huquqiy tomondan to'lov muddati ariza berilgan sana. Xatolik kimning aybi bilan bo'lgani, hujjat qachon taqdim etilgani, amaldagi qonunchilikdagi cheklovlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar xatolik idora tomonidan qilingan bo'lsa, bir tartib, agar fuqaro hujjatni kech topshirgan bo'lsa, boshqa tartib bo'lishi mumkin. Shu sababli har bir holatda yozma javob olish shart. 5-nozik masala ortiqcha to'langan pensiya. Bu ham bo'lsa, agar hisob-kitobda xatolik bo'lib pensionerga ortiqcha pul to'langan bo'lsa, ayrim holatlarda uni qaytarish masalasi ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, faqat oshirish haqida o'ylamang. Hujjatlarni tekshirtirganda natija qanday bo'lishini oldindan bilishga harakat qiling. Albatta, qonuniy huquqingiz bo'lsa, talab qiling. Lekin noto'g'ri ma'lumot bilan ariza yozishdan ehtiyot bo'ling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, men quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi qadam, o'z pensiya ishingiz bo'yicha rasmiy ma'lumot oling. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki mavjud elektron xizmatlar orqali pensiya miqdori, staj hisobga olingan ish haqi davrlari, ustamalar va chegirmalar haqida ma'lumot so'rang. Siz menga pensiyam qanday hisoblanganini tushuntirib bering deb og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa, yozma ariza bering. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Undagi har bir ishga kirish va ishdan bo'shash sanasini ko'rib chiqing. Lavozim nomi, tashkilot nomi, buyruq raqami sana to'g'ri yozilganmi, muhr bormi, tuzatishlar bormi, shularni tekshiring. Agar yozuv tushunarsiz bo'lsa, bu keyin muammo tug'dirishi mumkin. 3-qadam, arxiv hujjatlarini izlang. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, viloyat arxiviga, korxonaning huquqiy vorisi bo'lgan tashkilotga murojaat qiling. Arizada falon yillarda ishlagan davrimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma va ish haqi to'g'risidagi ma'lumot kerak deb yozing. Faqat staj emas, maosh ma'lumoti ham muhim bo'lishi mumkin. 4-qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomasi, harbiy bilet, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Nogironlik bo'yicha xulosa, boquvchisini yo'qotganlik holatida marhumning hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Ayollarda familiya o'zgargan bo'lsa, bu alohida muhim hujjatlarda bir joyda qizlik familiyasi. Boshqa joyda turmushdagi familiya bo'lsa, bog'lovchi hujjat bo'lmasa, staj tan olinmay qolishi mumkin. 5-qadam, arizani aniq yozing. Arizada umumiy pensiyamni oshirib bering deb yozish yetarli emas. Men bunday yozishni tavsiya qilaman. Mening pensiyamni tayinlashda falon yillardagi mehnat stajim va falon davrdagi ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Ilova qilinayotgan hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni, natijasi bo'yicha yozma javob taqdim etishingizni so'rayman. Agar indeksatsiya bo'yicha savol bo'lsa, pensiyamga oxirgi indeksatsiya qanday qo'llangani, qaysi qismga oshirish berilgani va qo'lga to'lanadigan summadan qanday chegirmalar qilingani haqida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. 6-qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Agar qog'ozda topshirsangiz, 2-nusxasiga kirim raqami qo'ydiring. Agar elektron yuborsangiz, yuborilganligi haqidagi tasdiqni saqlang. Bu juda muhim, chunki keyin men murojaat qilgan edim deyishingiz uchun dalil kerak bo'ladi. 7-qadam.
Yozma javobni diqqat bilan o'qing. Agar javobda asos yo'q deb yozilgan bo'lsa, nima uchun asos yo'qligi ko'rsatilgan bo'lishi kerak? Qaysi hujjat qabul qilinmadi? Qaysi davr stajga kiritilmadi? Nima sababdan qayta hisoblanmadi? Bular aniq bo'lishi kerak. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qo'shimcha tushuntirish so'rang. 8-qadam. Rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyatini ko'rib chiqing. Lekin bundan oldin hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sudga borishdan oldin qo'lingizda yozma rad javobi, arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi nusxalari, pensiya hisob kitobi bo'lsa, pozitsiyangiz kuchliroq bo'ladi. Birinchi xato. Faqat telefon orqali so'rab, shu bilan to'xtab qolish. Telefon orqali berilgan javobni keyin isbotlash qiyin. Muhim masalada yozma murojaat qiling. Ikkinchi xato, hujjatlarni asl nusxada berib yuborish va nusxa saqlamaslik. Har doim hujjatning nusxasini o'zingizda qoldiring. Asl hujjat kerak bo'lsa ham qabul qilinganini qayd ettiring. Uchinchi xato, hamma oladi degan mish-mishga ishonish. Har bir to'lovning huquqiy asosi bor. Sizning vazifangiz o'sha asos sizda bor yo'qligini aniqlash. To'rtinchi xato, indeksatsiyani qarz puli deb tushunish. Indeksatsiya bu odatda kelgusi davr uchun oshirilgan to'lov. Agar oldingi davrda xatolik bo'lmagan bo'lsa, indeksatsiya bo'ldi. Demak, menga eski oylar uchun ham farq berishlari kerak degan xulosa to'g'ri emas. Eski oylar uchun farq faqat qayta hisoblash yoki noto'g'ri anlanganda paydo bo'lishi mumkin. 5-xato. Men ko'p ishlaganman, demak pensiyam katta bo'lishi kerak deb o'ylash. Pensiya faqat yillar soni bilan emas, hujjat bilan tasdiqlangan staj, ish haqi, qonunchilikdagi formulalar va cheklovlar bilan belgilanadi. Ishlaganingiz haqiqat bo'lishi mumkin, lekin uni rasmiy tasdiqlash kerak. Endi sarlavhadagi eng keskin savolga kelamiz. Pensiya indeksatsiyasi aldovmi? Men buni shunday tushuntiraman. Indeksatsiyaning o'zi huquqiy mexanizm sifatida aldov emas. Lekin uning atrofida tarqalayotgan noto'g'ri gaplar, hammani bir xil pul oladi degan va'dalar, hech qanday hujjatsiz borib pulingizni oling degan maslahatlar, falon miqdor hammaga qaytariladi degan yolg'on xabarlar odamlarni chalg'itadi. Mana shu aldov fosh bo'lishi kerak. Aldovning yana bir tomoni shuki, ba'zan odamga pensiya oshgani aytiladi, lekin u qaysi qismi oshganini, nima ushlab qo'linganini, nega qo'liga kamroq tushganini bilmaydi. Shaffof tushuntirish bo'lmasa, odamda ishonchsizlik paydo bo'ladi. Shuning uchun men pensionerlarga aytaman, siz pulingizni so'rashga, hisob kitobni ko'rishga, yozma javob olishga haqlisiz. Bu janjal qilish degani emas. Bu o'z huquqingizni bilish degani. Agar sizning ota-onangiz pensioner bo'lsa, iltimos ularning pensiya hujjatlarini bir marta tekshirib chiqing. Ko'p otaxon, onaxonlar idoralarga borishga qiynaladi, ariza yozishni bilmaydi, mayli, shu ham bo'ladi deb yuraveradi. Lekin oyiga 100 ming so'm farq ham bir yilda 1200 ming so'm bo'ladi. Oyiga 200 ming so'm farq bo'lsa, bir yilda 2 million 400 ming so'm. Bu doriga, oziq-ovqatga, kommunal to'lovga kerak bo'ladigan real pul. Ota-onangizdan mehnat daftarchasini, pensiya guvohnomasini, eski ma'lumotnomalarni so'rang. Qaysi yillarda qayerda ishlaganini yozib chiqing. Agar ular falon zavodda ishlaganman, lekin hujjat yo'q desa, arxivga so'rov bering. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi odamning pensiyasini sezilarli oshirib beradi. Demak, asosiy xulosa shuki, pensionerlarga pul qaytarilishi mumkin. Lekin bu hammaga avtomatik beriladigan pul emas. Buning uchun pensiya noto'g'ri hisoblanganini, staj yoki ish haqi to'liq inobatga olinmaganini, indeksatsiya noto'g'ri qo'llanganini yoki boshqa qonuniy asos borligini isbotlash kerak. Indeksatsiya bilan qayta hisoblashni aralashtirmang. Kartaga tushgan pulga qarab xulosa qilmang. Rasmiy hisob kitobni oling, hujjatlarni tekshiring, yozma ariza bering. Men sizlarga eng muhim narsani aytdim. O'z pensiyangizni tekshirtirishdan uyalmang va qo'rqmang. Bu sadaqa emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz evaziga qonuniy huquqingiz bo'lishi mumkin. Agar sizda pensiya indeksatsiyasi, qayta hisoblash yoki qaytariladigan pullar bo'yicha tajriba bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Sizga pul qaytarildimi? Arizangizga qanday javob berishdi? Qaysi hujjat talab qilindi? Izohlardagi tajriba boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing, chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi.